Menda mana shu yerlarim sanchiq bilan og'riq bo'ladi. Gapirganda bo'ladi. Faqat ovqatlanganda bo'ladi. Yutinganda. Unda men mana Alisher akaning klinikasiga keldim, xudo xolasa mana hozir operatsiyaga tayyorlashyapti. Bemorimiz shikoyatlarini eshitdingiz. Bemorda doimiy anchadan beri o'ng tomonlama quloq oldida sanchuvchi og'riq bo'lgan. Nevropatologga murojaat qilgan, lichina olgan, effekti bo'lmagan hech qanaqa. Nevropatolog kompyuter tomografiya qilgan, qaymni pazuxa yeling bilan to'la bo'lgan. Shu sababli bizga jo'natgan. Bemorni ko'rdik, kuzatdik, endoskopik tekshiruvda ham o'ng burun yo'llarida yeling ajralmalar aniqlandi. Bemorni rejali ravishda operatsiyaga oldik. Operatsiyamizda bemorning pazuxalari tozalab tashaldi. Bemorda o'zi ertasi kuni operatsiyadan keyin o'zi og'riqlari ketdi. Qisman og'riq qoldi, nevropatologga borib lichina olsa 100% og'riqlari ketadi. Natijalarni qo'yamiz, kuzatishda davom etasiz. Rahmat.